Abror Ismoilov qanday jarohat oldi? Xabaringiz bor, Superligamizning restartida Neftchi o'z uyida Buxoroni qabul qildi va o'yinning so'nggi daqiqalarida Abror Ismoilov mana bu vaziyatda jarohat oldi. Xo'sh, u qanday jarohat oldi? O'yindan keyin o'tkazilgan maxsus tekshiruvlar natijasida aniqlandiki, unda qovurg'a sinishi hamda pnevmotoraks holati kuzatilgan. Pnevmotoraks esa o'zi nima? Pnevmotoraks bu ko'krak qafasining devori hamda o'pka o'rtasidagi joyda, ya'ni plevral bo'shlig'ida havo yig'ilib qolishi. Uning alomatlari bu kuchayib borayotgan og'riq hamda nafasning qisilishi. O'sha joyda yig'ilib qolgan havo o'pka faoliyatiga xalaqit qiladi va natijada o'pka kichkinalashishni boshlaydi. Odatda, agarda yig'ilib qolgan havo hajmi sezilarli darajada bo'lsa, unda punkt amaliyoti amalga oshiriladi. Ya'ni o'mroq suyagining o'rta qismidan shartli ravishda liniya o'tkaziladi va hamda ikkinchi va uchinchi qovurg'alar o'rtasida nerv tolalariga tegib ketmasligi uchun pastdagi, ya'ni uchinchi qovurg'aning tepasidan maxsus liniya tiqiladi va shu liniya orqali o'sha bo'shliqdagi havo chiqarib tashlanadi. Keyinchalik esa drenaj amalga oshiriladi. Shuning uchun do'stlar, agarda futbol o'ynayotganingizda yoki qandaydir boshqa sport turi bilan shug'ullanayotganingizda ko'krak qismiga zarba kelib tushgan bo'lsa va nafas olish qiyinlashayotgan hamda og'riq kuchayib borayotgan bo'lsa, unda darhol o'sha sport turi bilan shug'ullanishni to'xtating. Zudlik bilan tez yordamga qo'ng'iroq qiling va tez yordam mashinasi kelayotgancha nafas olishni yengillashtiradigan holatda kutib turing. Odatda bu o'tirish pozitsiyasi. Abror Ismoilovga tezda sog'ayib ketib, maydonga qaytishni tilab qolamiz. Xayr, salomat bo'ling. Jarohatlar siz va bizni doim aylanib o'tsin.